bir olim kishi uxlagan ekan, tushda Payg'ambar alayhisalomni ko'rdi. Lekin Payg'ambar alayhisolatu vassalom unga aytdi: "Sen falon mahallaga borasan" dedi. Falon mahallaga borasan. Shu mahallada o'zbilmaydigan mahalla, o'zbilmaydigan qishloq va shu mahallalar tushga ko'rinyapti ekan, boryapti. O'zi ko'rmagan qishloq va mahalla va eshik. Va shu eshikda bitta faloncha degan odam aytdi. Faloncha degan odam turadi. Shu odamga jannatdan xabar berdi. Haligi olim bu vaqtda aytdi: "Qarim falon joyda jam bo'lgan narsaga unga qarim borken, men bo'lmagan narsada endi" debdi-da, yotgan ekan. Ikkinchi kuni ham xuddi shu narsani ko'rdi. Payg'ambar alayhisalomni tushida ko'rib, falon odamga jannat bilan xabar berdi degan gapni eshitdi. Ikkinchi kuni ham ahamiyat berilmagan ekan. Uchinchi kunida xuddi shu tushda haligi olim endi bu haq. Endi borib xabar beray bu kishiga. Payg'ambar alayhisalomni tushimda ko'rdim, senga jannatdan xabar berdi degan gapni aytay deb haligi mahallaga, qishloqqa bordi. Qishloqqa borganda aytadi: "Tushimda qanaqa ko'rgan bo'lsam, xuddi shu qishloq." Va mahallaga kirdi. Odamlardan so'radi: "Shu mahallada falonchi ismli odam turadi desa turadi." Endi bu shayx kutyapgani olim kishi hozirda katta bir olim chiqsa kerak bu yerda. Degan bir olim bo'lish kerak. Unga Payg'ambar alayhisalom kirib jannatdan xabar beryapti deb eshik taqilladi. Taqillasa ko'rinishidan hech bir bu ibodatli, bir salohiyatli odamga o'xshamaydigan bir kishi chiqdi-da. "Assalomu alaykum va alaykum assalom. Siz falonchimisiz?" dedi. "Ha, falonchiman." "Nimaga keldingiz?" degan, "Sizda gapim bor" dedi. Ishga kelib, olimning o'zi haligiga hayron bo'lib qolgan. "Aytsammi, aytmasammi? Bu odam jannatli odamga o'xshamayapti bu kishi. Bu odamni hamma silliq, hamma jannatli odamga olimga o'xshamayapti" deb shubhalangan dedi. "Siz haqiqatan shu falonchimisiz?" desa, "Falonchiman." "Kiring" deb, "Kiring. Falon joydan keldim. Sizga xushxabar keldim. Nima olib keldingiz? Men Payg'ambar alayhisalomni tushimda ko'rdim. Sizga jannat bilan xabar bergan deb aytgan gapini eshitdim. Shuning uchun kelgandim dedi. Lekin sizni ko'rinishingizni hech bir o'xshatolmayman dedi. Yoki bundan boshqa ham sirlaringiz bormi? Alloh taolo yaxshi ko'radi, bir bandasini bir qilayotgan ibodati bilan Alloh taolo jannatga kirgizadi. Biz o'ylaymiz, namozim bilan jannatga kiraman deb o'ylashimiz. Bir inson aytadi, umid qiladigan narsasi bo'lgan. Insonni bir umid qiladigan narsasi. Mana Bilal radhiyallohu anhu qancha azoblarni diningdan qayt desa ham Alloh, yolg'iz Alloh ahad tavhidda turdi. Shunda Payg'ambar alayhisalom: "Ey Bilal, sizni jannatda qadam tovushlaringizni eshitdim" deganda, "Ha, men tavhidda turdim ya Rasululloh, shu toshlarni meni ustimga urib, meni majaqlaganda Alloh deb turish oson emas edi. Shundan kelib ketganman-da" demadi-da. Aytdi, "Mumkin, kerak tahoratdan keyin namoz o'qirdim" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Ana shu kirgizgan jannat" dedi. Qarang, qayerdadir katta narsani qilib, lekin dada kichkina bir narsadan inson Allohning rahmatiga ilm oladi. Buxoriyning aytgan Allohdan umid qilaman degan narsasi qiyomat kunida Alloh meni hisob qilmaydi shu narsada. Men shu bilan jannatga kirishim mumkin deb umid qilgan narsasini nima bilasizmi? Buxoriy. Imom Buxoriy. Men Payg'ambar alayhisalomning eng sahih hadislarini to'pladim. Qur'ondan keyin eng sahih payg'ambarning hadislari men to'plagan hadislar demadi-da. Aytdik, biron bir kishini g'iybat qilmadim. Men shundan kiraman inshaalloh. Subhanalloh. Qanaqa narsa? Bu kishi ham shunaqa bir salohiyat ko'rinmagani bilan keyin aytdi, haqiqatan men dedi, ko'p salohiyatli odam emasman. Lekin bir sir bo'lishi mumkin dedi. Nima edi deganda, mana shu qo'shnim dedi, yosh yigit, farzandlari 3-4 farzandi bor. Hali balog'atga ham yetmagan farzand. Shu yaqinda 3 oy 4 oy bo'ldi, vafot etdi. Vafot etdi. Haligi yetim bolalar qoldi dedi, beva ayol bilan. Men o'shanga qattiq ichimdan qalbim yig'ladi. Haligi ayolning
shunday nimasiga qiynaldim. Bolalarimning boqishiga keyin maoshimni olganimda shunday 42 ga bo'ldim dedi. O'rtadan bo'lib uyimga kirishimdan avval, maoshimni olib kirishimdan avval haligi xonadonga yarmini berib, yarmini keyin uyga keldim dedi. Har safar shunday qilardim dedi. Olim kishi, ha, mana shu